40-cı yıllardaki ikki gazet. Mən yaqında İsa Yusuf Əpəndi 1940-cı yıllarda nəşr qılğan Ərik gazeti bilan Şərq Türkistan Cumhuriyeti nəşr qılğan İnqilabi Şərq Türkistan gazetini oqub çıxdım. Bu ikki gazetni oqub chiqqandan keyin hozirgi kunda Uyg'urlar orasida bo'layotgan mustaqillik yoki avtonomiya to'g'risidagi talash tortishning dal shu 70 yil burungi zamondan buyon davomlashib kelayotgan talash tortish ekanligini tushundim. Tövəndəki rəsm Ərik gazeti 1946 yil 6 oktyabr günüdəki 81 sani. Ərik gazetida gazet müdiri İsa Aliptekin, baş muharriri M.İ. Buğra, yani Muhammed İmin Buğra deb tunuşturulgan. Ərik gazetida Şərq Türkistan Cumhuriyetining nomi Çini Türkistan deb atalgan. Ərik gazeti Altay nəşriyatı tərəfindən nəşr qılındıgan, haftada 3 son chiqadigan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ilmiy, diniy gazet bo'lib, bu gazet İsa Yusuf Əpəndining xo'jayini Cankayşi Xitoydagi ishki urushda mag'lub bo'lib Tayvanga qochgandan keyin İsa Yusuf Əpəndi o'zining qurol yaraq, oltin bisatlarini elib 1949 yili 18 sentabr kuni Hindistonga qochganga qadar nashrdan to'xtamagan. Ərik gazetining yuqori sol burjigida erkimiz Türkdür, dinimiz İslamdır, yurtimiz Türkistandır degan shuar bor. Gerçi bütün dünyadaki insanlar ak terlik, seriq terlik, qora terlik, yani Avropalık, Mongoliyalik, Afrikalık qara degan 3 erikka ayrıldığanlığı, Türk erki degan ayrım bir erikki yo'qligi, Türk xalqining bo'lsa Avropa erkiga tava ekanligini bir aqalli savat bo'lsa-mı? Amma İsa Yusuf Əpəndi özünün siyasi məqsidi üçün Türk xalqlarini Türk erki deb ayrım bir erikka ayırıb nazariyaviy qalaymaqanchilik chiqargan. Ayni vaqtda İsa Yusuf Əpəndining erkimiz Türkdür degan shuari Xitoy hukumati, ya'ni Cankayşining Şərq Türkistan xalqini pan-türkizmga bog'lab qirg'in qilishiga sabab bo'lgan. Dinimiz İslamdır degan shuarmi Xitoy hukumatining, ya'ni Cankayşining Şərq Türkistan xalqini pan-islamizmga bog'lab bostirishga sabab bo'lgan. Yurtimiz Türkistandır degan shuar bo'lsa, ayni zamonda allaqachon mustaqil bo'lib, erkinlikning ta'minini tetishga boshlagan. Bundaq dastlabki qadamdagi mustaqillikdan voz kechishni xohlamaydigan O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston qatorliq respublikalarning noroziligini qo'zg'agan. İsa Yusuf Əpəndining bu shuarlari dunyodagi boshqa ellarning Uyg'urlardan yiroq turishini keltirib chiqargan. Tövəndəki rasm İnqilobi Şərq Türkistan gazeti. İnqilobi Şərq Türkistan gazeti 1940 yillarda Şərq Türkistan Cumhuriyeti tərəfindən G'oljida nəşr qılanğan gazet bo'lib, bu gazetda Şərq Türkistan Cumhuriyeti və Ahmet Əpəndim qatorliq Cumhuriyet rəhbərləri to'g'risidagi xabarlarni Qashqar tərəfindən xalqning Şərq Türkistan Cumhuriyetiga və Şərq Türkistan Cumhuriyeti orqali birlashma hukumatga yo'llagan talab tashabbuslari besilgan. Yuqoridagi Ərik gazeti və İnqilobi Şərq Türkistan gazetidagi uchurlardan ma'lum bo'lishicha, 1930 yillardan burun Manju imperiyasi besib olingan Şərq Türkistondagi Yangzishin, Jinshurin zamanida birla Xitoycha gazet bo'lib, 1933 yildan keyin Şərq Türkistan xalqining qarshilik harakatlarining rivojlanishiga ergishib, Uyg'ur aqartish uyushmalari, ya'ni savodsizlarni tugutish tashkilotlari tarafidan elida Uyg'urcha, Qozoqcha, Ruscha gazetlar nashr qilingan. Qashqarda Yangi Hayot gazeti nashr qilingan. 1943 yildan keyin Altay majmuasi nashr qilingan. Bu gazetlarda Şərq Türkistan xalqining mustaqillik harakatlari va mustaqillikqa moyil ko'z qarashlari besilgan. Daxiliy Jindimu, Sadichinning ichidagi Xitoy o'lkalaridami Çinni Türkistan, Tiansan, urush xabarlari degan gazetlar nashr qilinib, bu gazetlarda İsa Yusufchilarning Xitoy hukumatidan
Çini Türkistan degan nomdagi avtonomiya talab qilgan tashabbuslari besilgan. 1946-yildan keyin Urumchida Xon Tangri, Kuchada Tong Nuri, Shoyarda Tarim suvlari, Qashqarda Yultuz, Ko'rlida Bag'rash, G'uljida İnqilobiy Sharqiy Turkiston gazetlari nashr qilingan bo'lib, bu gazetlarda mustaqillik bilan avtonomiya haqidagi talash tortish, raqobatlar, Çini Turkistonchilarga radiya beradigan maqolalar besilib turgan. Bu haqda shu zamonning shohidlaridan Xivir Temur apandining aslimalarida tafsiliy uchurlar bor. İsa Yusuf apandining Turkiyaga kelgandan keyingi faoliyatlari. İsa Yusuf Efendi 1949-yili 18-sentabr kuni Sharq Turkistondan Hindiston tarafga qechib Kashmirga kelganda, u joyda qarshi elinmay 54-yili Turkiyaga kelgan. İsa Yusuf Efendi Turkiyaga kelgandan keyin Turkiyaga o'zini Türk deb tunishtirib, Sharq Turkiston da'vosi qilishga boshlagan. İsa Yusuf Efendi qaysi bir Uyg'ur podshohning shahzodasi emas. Belki Sharq Turkistonni besib olgan Manju tajovuzchilarining Qashqar Yangisardagi sodiq g'olchisi, Manjularga bo'lgan sodiqligini ifodalash uchun beshiga Manjucha ko'kula qo'ygan Yusufbekning o'g'li edi. İsa Yusuf Efendi dadisi Manju tajovuzchilarining sodiq g'olchisi bo'lganligi uchun ayni vaqtdagi Jinshurin hukumati uni Anjanda turishliq elchixonasida harvikash, ya'ni bosh elchining yenidagi kishi qilib ishlatgan. İsa Yusuf Efendi Sharq Turkiston da'vosi deb atalgan da'voning qaysi Sharq Turkistonning da'vosi ekanligini 1933-yili Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining da'vosimi yoki 1944-yili G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining da'vosimi qaysi Sharq Turkistonning da'vosi ekanligini aniq aytishdan o'zini qochirgan. Amaliyotda İsa Yusuf Efendining Sharq Turkiston da'vosi qilish salohiyati yo'q. Chunki İsa Yusuf Efendi shu davrlarda har ikki Sharq Turkiston Jumhuriyatiga qarshi turib, Xitoyning poytaxti Nanjingga berib panohlanib, Xitoy hukumati Jiang Jiechidan avtonomiya talab qilishga boshlaganligi hech bir sir emas. İsa Yusuf Efendi 1954-yili Turkiyaga kelgandan keyin Sharq Turkiston degan nomdagi tashkilotlarni qurishga boshlagan. İsa Yusuf Efendi qurib chiqqan tashkilotlarning hech qaysining mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyatini asliga keltirish yoki Sharq Turkiston xalqini Xitoy zulmidan ozod qilish degan shuari yo'q. İsa Yusuf Efendi qurgan tashkilotlar elib borgan faoliyatlari xuddi İsa Yusuf Efendining izbosari Erkin İsa Efendi 2018-yili 11-sentabr kuni o'zining Facebook'ida e'lon qilgan chet ellarda yashayotgan butun Sharq Turkistonlik yurtdoshlarga murojaat degan maqolasida aytgandek, Sharq Turkiston xalqining ustidagi Xitoy zulmining bir oz bo'lsa-mu azayishiga, xalqning bir oz erkin nafas elishiga yoki ozroq bo'lsa-mu insonda yashash sharoitiga erishishiga hech bir foydasi bo'lmagan. Mana bu İsa Yusuf Efendining Turkiyaga kelgandan keyinmi Sharq Turkiston xalqini izchil holda Xitoy zulmiga tutib berib kelayotganligining iqroridir. 40-yillardagi bu ikki gazetni o'qigandan keyin hosil bo'lgan tushuncha. İsa Yusuf Efendi 1940-yillarda erkimiz Türk'dür, dinimiz İslam'dır, yurtimiz Türkiston'dur degan shuarlarni loyihalab chiqqandan keyin bu shuarlar millatchi Xitoy hukumatining, ya'ni Jiang Jiechining Sharq Turkiston xalqini pan-turkizm, pan-islomizmga bog'lab qirg'in qilishiga sabab bo'lgan. 1949-yildan keyinmi kommunist Xitoy hukumatining, ya'ni Mao Zedongning Sharq Turkiston xalqini yanada pan-turkizm va pan-islomizmga bog'lab davomli bostirish, qirg'in qilishiga sabab bo'lgan. Chet ellarningmi Sharq Turkiston xalqini xato tushunib chetga qiqishiga sabab bo'lgan. İsa Yusuf Efendi Turkiyaga kelgandan keyin chet ellarda qurib chiqqan tashkilotlar,
ya'ni mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetini asliga keltirish shuari bo'lmagan yoki Sharq Turkiston xalqini Xitoy zulmidan ozod qilish shuarimi bo'lmagan, faqat Xitoydan avtonomiya talab qilgan tashkilotlar. Sharq Turkiston xalqining mustamlikachilikka qarshi harakatlarini tuyuq yo'lga boshlab, Xitoy hukumatiga Sharq Turkiston xalqini put-qo'lini bog'lab berish rolini o'ynagan. Mana bu İsa Yusuf guruhi 1940-yillardan buyon hozirga qadar izchil holda Xitoydan avtonomiya talab qilib, Sharq Turkiston xalqiga keltirayotgan baloyi ofati. Avtori Qurbon Vali 2018 yili 25 dekabr